Assalomu alaykum. Obunachilar yaxshimisizlar? Sizlar ham duo qilib yuribman. Xudoga shukr ina. Hayitlar opam ham shu yerda ina. Men ham shu yerdaman. Yo'llarimizga qaranglar, ochiq ina. Bemalol yuribmiz ikkimiz. Alloh taolo yo'limizni shunday ochib berib qo'yibdi ina. Ajoyib. Xudoga shukr ina. Hech kim yo'q oldimizda. Bemalol yuribmiz. Allohga shukr. Bugunni yetirganina shukr. Marhamatine şükür Xudoyjonim, qaranglar ina. Yo'l shunday ochilib turibdi ina. Ajoyib yo'llar ochilib turibdi. Kabani o'pdik, quchoqladik. 3-4 marta quchoqladik, o'pdik. Qo'limiz yetdi. Eshiklarini yetdi, dunliklarini yetdi. Kaba bo'shlarini yetdi. Xudoga shukr. Hammani shunday yere yetirgay Xudoyim. Shu videoni ko'rib turganlaring hammasini shu yere yetirgay. Elimizde kasallara Allah şifa bergey. Farzandsizlarga farzand bergey, baxtsizlara baxt bergeysen. Devlet size devlet bergeysen. Xudoyjonim ina Hayitlar opam so'zlajeklar. Gaplavering. Allah'ım o'zingga shukr qilaman, tavba qilaman. Shu Mubina xonim, Farhat ukam, Erkajon bekachim, Ismoil bolam hammangiz yaxshi bo'lib ketgaysizlar. Tilaklarınızı tilab dua qilib yuribman. Hammam niyatimizga yetirgan. Mana Kabatullohni aylanib, qo'llarimizni tegizib, Kabatullohni o'pib, tilak tilab o'tiribmiz mana. Xudoga shukr mana, yetirganina shukr shunga. Yurtimiz tinch bo'lg'ay, suvlarimiz mo'l bo'lg'ay Xudoyim. Podshohlarga Xudoyim bergay Xudoyim. Amin. Prezidentimizga rahmatlar, shu bizlarga shunday kunlarni berib qo'ygan, ko'rsatib qo'ygan, yuborgan rahmat deyman. Bizlar shuncha hurmatlab turibdi. Rahmat shu prezidentimizga. Umrlari uzoq, rizqlari ziyod bo'lg'ay Xudoyim shu prezidentimizning. Suvlarimiz mo'l bo'lg'ay, orolimiz qaytaldan suvga to'lg'ay. Sirdaryo, Amudaryolar sharqirab oqqay. Dehqonchiliklarimiz mo'l bo'lg'ay Xudoyim. Hayitlar opamiz yana so'zladilar, ajoyib yaxshi so'zlari. Bizlar ham Xudoyim shu tilak tilaymiz. Hammaga Xudoyim befarzandlarga farzand bergay Xudoyim. Kasallarga Alloh shifo bersin. Shular qatorida mening ham Bilolbekima shifo azim bergaysan Xudoyim. Allohim o'zing dargohingda yuribmiz. Yo'llarimizni shunday ochib berib turibsan shukr. Bellara getirganingga, chog'irganingga shukr. Xudoyjonim Allohim, baxtsizlarga baxt bergaysan. Alloh taolo egam Xudoyjonim. Hamma shu yerda umid bilan kelgan bandalaring hammasining tilagini qabul etgaysan Allohim. Prezidentimizga rahmat, umrlari uzoq bo'lsin. Shunday yerlarga bizlar kelib, yo'llar ochib berib, shunday ziyoratlar kelgani uchun ming rahmat deymiz bizlar. Men ham Xudoyim hamma shunday tilagimiz Xudoyjonimga shukr. Ina ajoyib Payg'ambarimiz Muhammad payg'ambarimiz shafoatlari deyib, yurtimizning tinchligini bergay Xudoyim. Do'st dushmandan o'zi asragay. Ukalarim, qarindosh to'g'on, shu videoni ko'rib turgan barchasini Alloh shu yerga chaqirib, doim hammasining tilaklarini qabul etgay Xudoyjonim Allohim. Elatimizda kasallar bo'lmasin. Allohim, yomon odamlar ham bo'lmasin. Allohim, o'zing qo'llag'aysan yurtimizni. Qo'shavamizni Xudoyim. Ukalarim, akalarim ham hammasi shu yerga kelib, gelinlarim ham kelib shu yerga ziyorat etmagan nasib etgay. Allohim, chikollarimning ham hammasi hajjana bo'lg'ay Xudoyim. Hammasini yaxshi ko'raman Xudoyim, hammangiz Xudoyim sog' salomat ishlarga kelib, bizning qatorimizda ishida aylangaysizlar Xudoyjonim. Rabbina atina fid dunya hasanatuna qina azobannar. Allohim mag'firat va validayga ustoz va jamil mu'minin mu'minin. Alhamdulillah.